Assalomu alaykum qizlarjonlar. Yana Xitoydan kelgan narsalarimizni obzor qilishib boshladik. Birinchi bo'lib, mana shunaqa har xil jemchuklar zakaz qilganman. Juda ham chiroyli bo'yinda turadi. Har xil kiyimlar bilan stilni qilib kiysanglar bo'ladi. Bundan tashqari nalichida mana shunaqa ikkita tushimiz bor. Ko'zinglarni juda chiroyli qilib bo'yab qo'yadi. Kipriklarni uzun-uzun qilib. Keyingisi mana bunaqa har xil rezinchikalar. Bu ham adashmasam jemchuklar bo'lishi kerak. Ha, bu sariq rangli, tilla rangli jemchuklar. Har xil chiroyli dizayndagi. Bu pomada qizil, ya'ni blesk spat. Bu детский shapka janchamga. Keyingi narsamiz nasochiklar. O'tgan safar juda ham hit bo'lib ketdi. Hamma zakaz qilib tashlashdi. Bu kashlyokcha. Yana детский narsalar solishga. Bu mana bu paxmoqqina kiyimchalarni ko'rsanglar shunaqa asal детский kiyimchalar issiqqina bo'ladi. Bu keyingisi, bu sal kattaroq yoshga bir 6-7 yoshga to'g'ri kelsa kerak. Bu ham xuddi shunaqa kiyimcha. Bu klientimning kipriklari zakaz qilgandilar. Xo'p, mana bu turishlarimiz ham juda ham yaxshi ketyapti. Issiqqina hozirgi qish havoda. 15-16 yosh qizchalarga chiroyli long sleevelar. Keyingisi ikki xil rangda, qora va jigarrang sifatroq long sleevelar. Bu kattalarga rasmiyat. Xo'p, keyingisi, oxirgisi bu klientimiz zakazlari shim, высокий посадка shim, o'zini remeni bilan keldi, stilni turadi, har xil kiyimchalar bilan zo'r ketadi.